Eron davlat televideniyesi 37 yil davomida mamlakatni boshqargan Ali Xomanay vafot etganini rasman xabar qildi. Mamlakatda 40 kunlik motam va 7 kunlik ta'til e'lon qilindi. Ali Xomanay 1989-yildan buyon Eronning oliy rahbari lavozimida faoliyat yuritdi. U 86 yoshda edi. Bir 1979-yilga Islomiy inqilobdan buyon Eronda atigi 2 nafar oliy rahbar bo'lgan. Bu lavozim juda katta vakolatlarga ega. Oliy rahbar davlat boshlig'i va qurolli kuchlar oliy qo'mondoni hisoblanadi. Shu jumladan u qudratli harbiy tuzilma inqilob qo'riqchilari korpusi ustidan ham nazorat qiladi. Kecha Isroil va Qo'shma Shtatlar tomonidan amalga oshirilgan hujumlardan birining maqsadi Xomanayning Tehrondagi qarorgohi bo'lgani xabar qilingan edi. Eron ayblariga ko'ra Xomanayning qizi kuyovi nabirasi va kelin ham halok bo'lgan. Ayni paytda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh Isroilga qarshi tarixdagi eng qudratli hujum operatsiyasi boshlanishini ma'lum qildi. Bayonot Eron oliy rahbari Ali Xomanayning vafoti rasman tasdiqlanganidan so'ng e'lon qilingan. Bayonot barcha davlat agentliklari orqali tarqatilgan. اصلا باور نمی کردیم یه روز ما زنده باشیم آقا نباشه. اما هر کجا هستیم ما، هر کجا هستیم مردم دلم خوش بود. حالا که آقا به شهادت رسیده میتونم بگم دلم خوش بود. براش یه انگشتر فرستادم انما ای ربی بشه. ای جرثومه فساد، ای جرثومه فساد.